Saydilloho, Damas injektor motori tayyor bo'lib pishkirilgan. Albatta, tayyor qilib qo'ydik, yig'ib, hamma narsani tayyor qilib qo'ydik aka. Bu narxi ko'pchilikga qiziqda, injektor motor necha pulga tushishi. Narxini ayta olamizmi buni? Aka, siz bir ovozini eshiting, keyin narxi bilan tanishtirib chiqaman. Videoga like bosib, oxirigacha kuzatib turasizlar, narxini oxirida aytamiz. Yurg'izinchi bitta. Eshitding ovozini, Saydilloho qarang. Injektorning nima qulayliklari bu? Damasga injektor qo'yilishini foydali taraflari, birinchidan patsos bo'lmaydi. Ertalab zaryad qilasiz, ichida o'tirishingiz shart emas, patsos tortish shart emas. Ikkinchidan karburatorga o'xshab buzilavermaydi. Keyin benzinni xohlasa 20 ta, xohlasa 10 ta ichmaydi, stabil bir xilla benzin ichadi. Keyin kompyuter sistema bo'ladi, fonni. Demak, qulayliklari ko'p ekanda buni. Kamida 10 ta qulaylik sanab berishi mumkin, hozir videoga sig'mayapti. Sig'maydi, to'g'ri. Narxi necha pulga tushdi? Pulni shu injektor yurib chiqib ketish sizdan necha pulga tushadi? Bu to'g'ri, Damas motorlar injektorga almashtirishimizga full variantda koreyskiy tablo, koreyskiy vozdux, hamma narsasi koreyskiy labo bilan birga bir holati bitishi 6 million so'mga tayyor bo'ldi. Narxini eshitdinglar. Kimga injektor xizmati kerak bo'lsa, Asmotorsga murojaat qilasizlar. To'kirni ishlar kerak bo'lsa, bizga murojaat qilasizlar. Like bo'lsa, Damas bor yaqinlarga jo'natib qo'yasizlar. Hammaga rahmat.